Треванина o'yda smech aytayli. Hadi nima yo'qmi qilas, nima ekanmidimmi? Ertalabdan odamning kayfiyatlari yo'qmi deyman. Nonushtaga chutki narsa qilib bermasam, kalta yeydiganga o'xshayman. Yosh kattalarning qonida shakar miqdori tez ko'tarilmasligi uchun latgali nonidan foydalanamiz. Buni arpali, javdar bug'doyli va javdarli variantlari bor. Ichida butun zig'ir urug'lari ham bor ekan. Bu hozir rosa trend bo'lgan zakvaskali nonlardan. Hamma nonlarga tvorojniy sir surib olgandan keyin ustini xohlagancha to'ldirasizlar. Men bittasiga avokado, rukola va qaynatilgan tuxum qo'ydim. Yana bittasiga avokado ustidan losos balig'idan qo'ydim. Yana bittasiga bo'lsa avokadoni to'g'rab, keyin pashot qo'ydim. To'g'riligi da'vogarlik qilmayman-u, lekin qo'ldan kelgancha tayyorladim. Menimcha uchala variant ham chotki chiqdi. Sizlar nima deysizlar? Glavnisi hammasi murakkab uglevod, oqsil va foydali yog'larga boy. Tog'i zaptirga gapga baraka top. Noni barcha zo'r ekan. Ayniqsa non rostdan ham mazali ekan. Buni Rjanoy nonni vatani bo'lgan Latviyadan retseptini o'rganib kelib tayyorlashyapti. Ichida foydali narsalari juda ham ko'p. Hozircha hamma Andalus do'konlarida va Do'mbrobod marketda bor ekan. Tez kunda boshqa joylarda ham sotiladi. Latgali nonlari. Videoni sizga shunaqa nonushta tayyorlab berish kerak bo'lgan odamga ham yuborib qo'yamiz.